Quyosh asta-sekin ufq ortiga botib, osmon binafsha va tilla rangga burkandi. Kichkina sariq mushukcha Murchik va uning akasi Sardor kun bo'yi bog'da kapalak quvib, rosa charchashdi. Ammo ularning eng sevimli vaqti endi boshlanayotgan edi. Bu kechki sahifa vaqti edi. Har kuni shom tushganda ular uyga shoshilishardi. Ularning otasi Rustam amaki mehmonxonada chiroyli naqshli ikkita daftar bilan kutib turardi. "Keldingizmi, polvonlar?" dedi u jilmayib. Rustam amaki ularga boylik pullarda emas, balki har kuni bajariladigan foydali odatlarda ekanligini o'rgatardi. U har biriga oz kundaligini uzatdi. Murchik stolga o'tirib qalamini ushladi. "Dada, nima uchun biz har kuni buni yozishimiz kerak?" deb so'radi u mitti burnini qashib. Sardor esa allaqachon daftarni ochib bo'lgan edi. U akasiga qarab, "Chunki bu bizning qahramonlik tariximiz", Murchik deb javob berdi. Mushuk amaki mushukchaning yoniga keldi. "Bugun qanday qarorlar qabul qilding, o'g'lim?" deb so'radi. Sardor gurur bilan yozganlarini ko'rsatdi. "Bugun men qo'shnimizga og'ir savatni ko'tarishga yordam berdim. Keyin esa kitob o'qishga qaror qildim." Murchik ham yozishni boshladi. U bugun juda shohlik qilgan edi, lekin muhim bir ishni ham bajardi. "Men bugun guldonni sindirib qo'yishimga oz qoldi, lekin tezda to'xtadim va onajonimga gullarni sug'orishda yordam berdim", deb yozdi u sekingina. Endi navbat eng muhim savolga keldi. Har bir sahifaning oxirida "Bugun nimani bir yaxshiroq qildim?" degan savol bor edi. Murchik o'ylanib qoldi. 1% bu juda oz-ku. Nahotki shunchalik kichik narsa muhim bo'lsa? Mushuk amaki buni tushuntirish uchun stol ustiga mayda toshchalarni qo'ydi. "Qara, har kuni bittadan toshcha qo'ysang, bir oyda katta tepalik bo'ladi", dedi u. Bu kechagidan ko'ra birozgina sabrliroq, birozgina mehribonroq bo'lish demakdir." Murchik quvonib ketdi. "Topdim", deb qichqirdi u. "Bugun men akam bilan o'yinchoqlarimni talashmasdan bo'lishdim. Demak, men bugun saxovatli bo'lishni bir yaxshiroq o'rgandim." U daftariga katta harflar bilan shuni yozib qo'ydi. Aka-uka kundaliklarini yopishdi. Endi ularning qalbi xotirjam edi. Ular boy bo'lish pul to'plash emas, balki har kuni yaxshi inson bo'lib borish ekanligini anglab etishdi. Ular bir-birlariga qarab jilmayib qo'yishdi. Mushuk amaki ularni yotoqlariga kuzatib qo'ydi. "Ertaga yangi sahifa, yangi imkoniyatlar", deb pichirladi u. Murchik ko'zlarini yumarkan, ertaga yana qaysi odatini bir yaxshiroq qilishini o'ylab, shirin uyquga ketdi.